shahar markazidan bo'lganda mana bunaqa sharoitdagi uyimiz kamida 60 ming, 65 ming dollar bo'ladigan sharoitdagi xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Assalomu alaykum, Angren ahli, Angrenda yashovchilar. Sizlar uchun mana bunaqa ko'chalari chiroyli holatda asfalt qilingan. Bu tomonimizda mana ko'rib turibsiz, chiroyli asfaltlarimiz bilan birga qilingan. Sobrahimov mahallasi, sentr o'sha mahallasidamiz, Sobrahimov qishlog'idagi. Markazdan taxminan 1 kilometrcha ichkariga kiriladigan sharoitdagi va mana bunaqa chiroyli ta'mirli uyimizni obzoriga kelganmiz. Qani bo'lmasa boshladik. Narxini boshida ayting deydigan aka-uka, opa-singillarimiz uchun narximizni bu uyimiz uchun 40 ming dollar narx so'rashyapti. Juda ham ajoyib holatda. Mutaxassislarimiz bor bizda doimgidek, o'sha bemalol izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Uyimiz uchun arziydimi, yo'qmi? Kirganimizda mana bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Darvozaxonamiz, patolog qismlariga ham bitta e'tibor berib qo'yamiz. Gaz счётчикlarimiz hammasi mana shu joylarimizda joylashgan. Ko'rib turibsiz, bruschatkalar qilingan. Uyimizni obzorini boshlaymiz unda. Uyga shundoq kirib keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, kattagina qilib turib koridorlarimiz qilib qo'yilgan. 3 ta xonamiz bor. Va undan tashqari uyimizning ichida oshxonalari ham joylashgan. Xo'p, qani mana birinchi xonamizni boshladik. Birinchi xonamizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Bolalar uchun kichkinagina, yaxshigina, shinam kichkina emas, yaxshigina kattalikdagi bo'lgan kamida 3 ta bolani bemalol mana shu bag'riga sig'diradigan xonamiz joylashgan. Gazlarimiz bor, aytganimdek, gazdan muammo yo'q va isitishdan ham muammo yo'q deyishyapti uy egalari. Bu yog'imizda taxtali oynalar, bu tomonimizda esa mana ko'rib turibsiz, katta qilib turib akfa oynalarimiz qo'yib qo'yilgan. Va bundan keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, endi bu joyimizda kattalar yotoqxonasi, mana bu joyga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Va aytganimdek, bu joyimizda, uyimizda ko'radigan hamma narsalaringiz qoladi. O'sha narxning ichiga kiritilgan. Ya'ni 40 mingga arziydimi yo'qmi, bu narsa haqida ham yozib ketsangiz bo'ladi. Bundan keyin o'tadigan bo'lsak, mana bu zalimizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Juda ham chiroyli holatda ekan, pardalari, qandillarimiz va patolog qismlarimiz ham juda ham shinam, zo'r holatda. Ayniqsa pardalarimiz va aboylarimizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Mana bu stenka mebellarimiz ham qoladigan sharoitda. Mana shu narximiz ichiga kiritiladi. Xo'p, bundan keyin endi o'tadigan bo'lsak, oshxona qismimizga kelamiz. Oshxonamizda ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Ichki oshxona, suvlarimiz ham olib kirilgan, muzlatgichlar, hammasi dudboronlarimiz ham va mana bu o'sha gaz plitalarimiz ham qoladigan. Bundan keyin mana bu joyimizda bemalol o'tirib, kelib turib ovqatlanadigan sharoit qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu joyda choy ichib, bemalol qolgan ishlaringizni bu yoqda qilsangiz bo'ladigan sharoitda. Xo'p, endi ko'cha tomonga o'tamiz. Ko'cha tomonni bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu uyimizni ko'rib turganingizdek ichki holat edi. Koridor qismimizda o'ziga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Anchagina keng holatda. Bolalar ham qishda mazza qilib yurib yuradigan sharoitda. Xo'p, endi tashqari qismiga o'tamiz. Aytganimdek, bog' qismlarimizga mana bu darvozaxonani bitta ko'rsatib o'tdim. Yana ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda ham xuddi shunaqa bruschatkalar va mana bu tashqari qismlarga e'tibor bersangiz bo'ladi. Akfa oynalarimiz qilib qo'yilgan. Endi xo'p, bog' qismimizga keladigan bo'lsak, mana bu tomonda ko'rib turibsiz, suvlarimiz oqib yotibdi, naporlar yaxshigina, kranlarimiz, quduqlarimiz hammasidan bor. Mana bunaqa katta daraxtlarimiz ham ekib qo'yilgan ekan. Xo'p, 12 sotixli joyimizda nimalar bor bog'imizda deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa chiroyli holatda olma daraxtlarimiz, gullarimiz ekib qo'yilgan va bog'imizni o'zida ko'rib turibsiz, narigi tomonlarimizda ham shlakoblok bilan berkitilgan va o'rtada beda narigi tomonimizda daraxtlar ekilgan. Bu tomonimizda mana ko'rib turibsiz, mollarimiz yuribdi. Xo'p, xohlasangiz beda egasi, xohlasangiz molxona qilib turib, bu tomonga chiroyli qilib turib solib qo'yib, mol xol qilsangiz ham bo'ladigan sharoitda. Bu joyimizni narxini aytganimdek 40 ming dollar narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib, gaplashib baraka qilsangiz bo'ladi. Sunnatiga ozroq o'tib beradigan joylari bor. Sobrahimovda mana shunaqa tayyor sharoitli uy qidirib yurgan tanishlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.